Uyg'ur qirg'inchiligiga chetishli Xitoy amaldori poraxo'rlik jinoyati bilan qo'lga olindi. 9 yanvar Xitoy hukumat taratqullari Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sobiq muavin sekretari Li Pengshinning pora ilish jinoyatini xabar qildi. Xabarlarda aytilishicha, Li Pengshin 1999 yildan 2023 yilgacha Qinxay o'lkasi, Ishki Mo'g'ul avtonom rayoni va Uyg'ur avtonom rayonidagi xizmat o'rnidan foydalanib, mineral moddalarni qidirib tekshirish, tijorat va hukumat o'rinlariga vazifaga tayinlash qatorliq ishlarga yordam berish badaliga boshqalardan 822 million so'm, taxminan 112 million Amerika dollaridan ortiq pora olgan. Li Pengshin 2016 yildan 2021 yilgacha Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lager va turmalarga qamashni o'z ichiga olgan qirg'inchilikda Uyg'ur milliy ma'rifi va ideologiya sohasidagi bostirishga mas'ul bo'lgan edi. Xitoy doiralari shu mezgilda Uyg'ur o'tir maktablarida ishlatilayotgan Uyg'ur adabiyoti darsligini bo'lgunchilik va panturkizmni targ'ib qilganlikda ayblagan. Natijada bu darslikni tuzishga qatnashgan Uyg'ur ma'rifchilari tutqun qilinib, o'xshamagan qamoq jazolari, hatto kechiktirma o'lim jazolariga buyurilgan. Li Pengshin yana Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib, xitoylashtirish harakatini Uyg'ur elida qanot yaydirishni tashabbus qilib, Qashqar va Xotan qatorliq joylarda bu harakatga bevosita boshlamchilik qilgan.